Endi nurg'un ota-onalar bilib bilmay, mayli bir-birisi bilan bo'lgan paranglarda bo'lsin, yoki bo'lmasa ongsiz oldi bo'lsin, yoki bo'lmasa ballarga tushundirish jarayonida bo'lsin, dunyoni har xil tushundirib qo'ydi. Masalan, ballarga balam hozirgi odamlar hammasi samimiyatsiz, yoki bo'lmasa jon boqmoq tez, yoki bo'lmasa diqqat qil odam ishengil olmaydi degandek gaplar orqali kichik vaqtida bularning har xil narsalarga ichki dunyosini shakllantirib qo'ydi. Unda o'z bir ota-ona hozirgi odamlar bek rezillashib ketdi yoki samimiyatsiz bo'lib ketdi deb tushundirgan bo'lsa, buni bu bola internalize deganimiz o'zlashtirdi degan gap. Odamlar ishonchsiz. Unda bu bola qanday qildi degan vaqtda bu bola darhol buning kishilarga bo'lgan ko'z qarashi xuddi boyadan qog'iniz degandek ashundoq odamlarni izlash orqali dadisini uning singdirgan ko'z qarashini isbotlaydi. Yoki buni harakatdan tushuntirib qo'ydi. Masalan, doim ayolni urdigan ko'rgan qizchaq nim deb bir xil holi shaklda, chunki dadisi uning bir qizning hayotidagi tunji erda, tunji qahramonda. Bu qiz dunyodagi erlarga bo'lgan ko'z qarashini avval dadisidan ko'rdigan gap. Demak, dadisi bu qizning opasini doim xo'rlasa yoki doim tilasa, doim ursa, bu qizning erlarga bo'lgan ko'z qarashi nima bo'ldi desa, dunyodagi erlarning hammasi shundoq degan narsa shakllandi. Garchi keyin har xil erlarning bog'liqi hamma erlarning unchalar nachar emasligini ko'rib tursa-mu, ammo kichik vaqt shakllanib qolgan bu eriq nimani keltirib chiqardi desa, bu qizning dunyodagi erlarning hammasining eskiganligini tushundirdi. Shu bu qiz eng oxiri to'y qilgandimi yoki muhabbatlashgandimi, ko'pincha vaqtlarda, mutlaq emas, ko'pincha vaqtlarda dal dazga o'xshaydigan odamlarni tepish orqali to'y qilib berish ehtimollik intayin chuqur. Nimishqa deganda uning ko'z qarashida qog'i bor. Uning ko'z qarashida dunyodagi erlar nachar degan holat shakllanib qoldi. Uningdan boshqa bizning jamiyatimizda hozir intayin xato bir ko'z qarash bor. Mayli ota-onalar bo'lsin, mayli jamiyat kishilar bo'lsin, xizmat topmoq tez deydi. Bu yerdagi xizmat degani bizning ota-onamizning kallasidagi xizmat endi. Ularning kallasidagi xizmat bilan bugun dunyodagi xizmat o'xshamaydi. Dunyoda xizmatning kam bo'lish mumkin emas. Bir odamning har qanday bir ishini biz xizmat deymiz. Ammo ota-onalarning ko'z qarashi xizmat dal ularning ayni vaqtda jon boqqan yoki ularning ayni vaqtda hayot qilish uchun muhim bo'lgan bir xil xizmat shaklini o'ylab oladi. U xil xizmat bu dunyoda yo'q, hozirgi holatda bo'lmasa kerak. Nimish qilsa, u xil holatdagi xizmat yana bugungi zamonda bo'lsa, bizning davlatimiz taraqqiylanmaydi. Shu ularning ko'z qarashida burungi xizmat bo'lmaganligi uchun ular nima deydi desa, hozir xizmat yo'q deb o'ylaydi. Unda bu bizning yoshlarimiz sinib ketdi, bolalar. Kichiklar sinib ketgach, xizmat yo'q deganlik uchun bu holat nimani keltirib chiqardi desa, nurg'un bolalar rostda xizmat yo'qligini isbotlaydi. Hatto ba'zi xizmatlar bo'lsa-mu, uni xizmat deb o'ylamay bu xizmatni qilmaslik orqali yoki bu xizmat qilinmaslik orqali jamiyatning bolalar singdirgan xizmat yo'q degan bu xil ko'z qarashini isbotlaydi. Shunga ko'z qarashni biz intayin muhim deb qaraymiz.